insonlar mendan har kuni qanaqa kontent qilishimni kutyapti o'rtoqlar. Kontent degani kimnidir kuldirish yoki yig'latish yoki o'ynatish bo'lmaydi. Men Polshadan Portugaliyaga yurayotganimda tanamdan qanaqa sovuq o'tganini o'zim bilganman. Lekin o'shanda ham qalbim sovib qolmagan. Bugun sizlar bilan insonlarni, nafaqat qalbini, tanasini ham isitishga harakat qilamiz. Ketdik. Eng qizig'i akalar, ana shu qo'limdagi hamma narsani yarmini просто tak ehsonimizga qo'shilish uchun berishdi akalar. Ilohim qilgan ehsonlaringizni Alloh baraka qabul qilsin. Hammalari sog' salomat bo'laversin. Alloh akbar.